Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar Dekkan supermarketining arkasida 5 etajga domning ikkinchi etajida 2 xonali 52 kvadrat ega 435 million so'm toza domda joyimiz zudlik bilan sotuvga chiqdi. Mestasi zo'r tochkada joylashgan. Bu tarafda adliya bo'ladi. Dekkan supermarketda hamma biladi. Bu tarafga Olimpiya stadionidan chiqib ketamiz. Bu tarafa ketadigan bo'lsak, Urdu Daritalar ketamiz. Hurmatli obunachilar. 7 etajga domimizning arkasida joylashgan. Joyimizning ichkari qismi bilan tanishib chiqsak, ketdik. Ikkinchi etajimiz ham yetib keldik. Oyoq telamiz mramor doshlardan ishlangan. Joyimiz o'rtalikda joylashgan. Girish qoti ishlarimiz yaxshi sifatli demir eshiklardan. Bismillahirrahmanirrahim. Oyoq telamizni aytib o'tsam, laminat pul bo'ladi. Devorlari andatorli fonda turibdi. Hurmatli obunachilar, bu tarafimiz spannimiz bo'ladi. Jaluzi perdalariga registrlari, aynalari joylashgan. Bu tarafimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham ulu razmerda tushgan. Benim registrlari, aynalari, akva ayna bo'ladi. Hurmatli obunachilar, padagonliklarni ega. Jaluzi perdalaridan bor ekan, hurmatli obunachilar. Bu tarafda zalimiz ulu razmerda tushgan. Joyimiz kvadrati 52 kvadrat metr. Bu tarafimizda o'tadan olsak, kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamizda kuxnya mebel, moykasi, gaz plitasi, Nimoxoti Ducotini kotyulanna ega bo'ladi, hurmatli obunachilar. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Yana tarafimizni ko'rsatib o'tsam, hurmatli obunachilar, sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelimizda mumtozi, beda rakovinasi, vannasi, beda ajoyib o'zining rushlikasi bo'ladi. Joyimizni ko'rsatib o'tdik. Joyimiz narxini keladigan bo'lsak, 435 million so'm 52 kvadrat metr. Joyimiz kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Sog' bo'lin, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmasa, hamma shuni joyga olish nasib etsin.